bo'lsin. Marhamat, sizni nima edi? Username'ingizni to'g'ri talaffuz qildimmi? Xullos. Ya, meni ismim Yodgorbek. Men o'zim programmistman. Siz aytayotgan shu IT ishlayman. Siz bilan ko'p gaplashganmiz. Siz aytayotgan narsa haqida men o'qidim. Kibernetika degan fan bor ekan. Bunda 50 yil oldin bashorat qilgan ekan. Bu odamlar bilan mashinalar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadigan fan ekan. O'zim IT ishlayman, computer science. Bu narsani orqasida odamlarga bo'lgan ishlardagi ehtiyojni iloji boricha kamaytirish va sun'iy intellekt orqali ishlash. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsa, 50 yil oldingi prognozni kitobini o'qib chiqdim. Ichida ko'proq matematika, fizika, keyin ko'proq linear algebraga o'xshagan narsalar yozilgan ekan. Siz aytayotgan gapga qo'shilaman, sababi men asosan DACH region ishlayman. Bu bilsangiz German speaking country'slar bular, Shveysariya, Avstriya, Germaniya, keyin Nordic market bor, Finlandiya, Shvetsiya, Daniya, Islandiya kiradi. Keyin bu yerda ko'p davlatlar bilan ishlaganman. Oxirgi 3 yildan buyon urush boshlangandan keyin tushkunlik bo'lyapti hozir hamma davlatda, hatto fan kompaniyalar ham o'z ko'rayotgan bo'lsangiz, ishni nima qilyapti? Keyin mid level degan dasturchilarni replace qiladigan programma qilamiz deb, bu gapni men emas, shaxsan Mark Zuckerberg aytdi. Siz aytayotgan gapga yaqinroq narsa. To'g'ri. Biz o'zimizga ham proyekt yo'q-da hozir aka. Yo'q, biz o'zimizga ham proyekt. IT'chiliklarga proyekt. Bo'lsa siz necha yil IT'dasiz, ya'ni siz tajribasiz inson emassiz, to'g'rimi? 2012-yil boshlaganman men dasturlashni. 2012-yildan buyon ishlayman dasturchi bo'lib. 13 yil bo'ladimi? Endi 14-yilga qarab ketayotgan bo'lsa, hatto meni o'zimga ham yo'q. Men masalan bo'sh payt bo'lganligi uchun men bu fan kompaniyalarga topshirib ko'ryapman-da ishga. Google'nikidan o'tdim, nimani Amazon'da screendan o'tdim, hozir final intervyusiga qo'ydim. Amazon bilsangiz, PayPal bilsangiz, global ofisini o'zi nimalar ochgan. Elon Musklar founder-u birinchisi PayPal. Unikidan ham offer olyapman. Sabab men offer olish bilan o'zimni ko'rsatman. Чтобы proyekt yo'qligiga odam baribir konsentratsiyani bitta narsaga qaratib olsa, ertamandan kechga o'tirmaysiz, kod yozib. Konsentratsiyani ashnaqa qaratyapman. Hamma joy, hatto Germaniyada, Shvetsiyada ishlayotgan katta programmistlar menga yozyapti, proyekting bo'lsa ayt, 30% pulni bersang ham mayli deyapti. Sabab satayotgan narsa hozir faqat O'zbekistonda emas, Toshkentda ham katta odamlar yo'q. Katta, mana meni o'zimni, qayn ukamni ham katta setoviy magazinlari bor. Ular ham odamlarda pul yo'qligidan, Rossiyada pul kelmaganda ham O'zbekistondagi bankda tanishlarim ishlaydi. Boryapmiz, ovqat yeb kelyapmiz deyapti. Videoga ham chiqqan bo'lsa kerak, ko'rgan bo'lsangiz kerak, bitta odam ketyapti, kanne sunnada yuribdi, bankda ishlaydiganlar. Oddiy O'zbekistondagi holat aytyapman. Men Mirovaga chiqmaydi O'zbekistonda, misol keltirib. Bu narsa haqiqatda Yodgorbek, uzr gapingizni bo'ldim. Men hozir radioda eshitdim. CBC radioni linkini tashlab qo'yaman. Bitta rekruter, ya'ni Kanadadagi tajribali rekruter aytayapti, keyingi 8-12 oyda bashorat qila olamiz va juda qo'rqinchli bir nima bo'lyapti, trend chiqyapti degan xulosalar qildi. O'sha kanalda tashlab qo'yaman, bir tinglab ko'rasizlar. Juda yaxshi. Rahmat aka, men sizga bitta narsani aytaman. O'zbekistonda bitta olim ham shunaqaga o'xshagan programma qildim deb hozir ashataj bo'lyapti. Men topsam sizga kanalning linkini tashlab qo'yaman. U odam 40 yildan buyon ishlar ekan. Agar men shu programmani sotadigan bo'lsam, 40 million, 50, 200 milliard, 300 milliardga sotaman deb katta ketyapti. Satayotgan AI ga yaqinroq narsa bu. Shu odamlarni uydan chiqmasdan ish bilan ta'minlash, shu ChatGPT ga o'xshagan narsa. Qisqacha narsa, meni savolim yo'q sizga. Kontentingizni doim kuzatib boraman. Aka, gazini bosing. Iloji boricha o'zbeklarimiz qiynalmasin, halol yo'l bilan ketishni tushuntiring. Sizga o'xshagan odamlar gapiga ishonsin. Rahmat katta. Gapiroq. Salomat bo'ling Yodgorbek. Mana fikrlaringiz bizga juda qadrli, aziz do'stlar. Men yana bitta narsani Yodgorbekka gapiga qo'llab-quvvatlash sifatida bitta link tashlab qo'yaman. O'sha investitsiya ko'tarayotgan bir kompaniya. Uni oti Code Valley, ya'ni Code Wallet deb yoziladi. Code Valley deb search qilsangiz internetda, u amerikalik kompaniya, Kanadada ham pul ko'tarishyapti va hokazo. Ularning asosiy maqsadi junior level software engineerlarni raqamlashtirib yuborish. Ya'ni juniorlarni ertaga ishga olmaydi-da. Lekin bitta muammo bor. Odam junior, mayli seniorlarni faqat olsangiz, lekin odamlar o'sha juniordan o'tish kerak-ku, to'g'rimi? Bu nima emas-ku? Bir jarayon-ku. Buni qanday qilib
senior bo'ladi agar junior jarayondan o'tmasa. Bir qiziq bir vaziyat. Bilmadim bu hattoki bugungi CBC intervyusida ham o'sha rekruter aytayaptiki, hatto engineering, ya'ni injenerlik kasblari ham bir nima ostida, xavf ostida deyapti. Bo'lmasa injenerlikka qancha o'qish kerak bilasizlar, haligi juda talabi baland bir kasb. Oldinlari bolalarga aytardiki, injener bo'lgin derdik, qarasak, injener ham xavf ostida. Aytishlik bo'l derdik, aytishlik ham xavf ostida. Bu nima qoldi deysizda, bu boshqa nima qoldi? Hozir yomg'ir boshladi, o'shanga ichkari kirib oldim. Keling endi Dilrabo Xidirovadan eshitamiz. Marhamat Dilraboxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizni chatlaringizga qatnashib turaman va ko'p suhbatlashganmiz. O'zim aslida ingliz tili o'qituvchisiman. 10 yildan ko'p, 12 yillik tajribam bor hozirda. Data processing va AI sohasida ikkinchi magistraturamni qilyapman. O'zbekistondagi IT Park universitetida. Meni savolim shuki, birinchi savolim kecha o'sha North Bay'da education sohasida teacherlar kerakligini yozgan ekansiz. Lekin men u link orqali kirib hali umuman javoblar topa olmadim. Yo'q, hali North Bay e'lon qildi ro'yxatini, hali programmani launch qilgani yo'q. O'sha yerda yozib qo'ygan sahifa. Bu birinchi savolimda. O'shaning uchun bunga tayyorgarlik sifatida u sahifani saqlab qo'yasiz. Yana har bir shaharchani o'sha ishtirok etadigan Rural Community Immigration programda ishtirok etadiganlarda har birini o'zining sahifasi bor. O'shalarni saqlab qo'yingki, chunki pozitsiya ochilishi bilan odamlar yog'iladi-da. Mana shunaqa bir jarayon bo'ladi, ha? Ikkinchi savolim shuki, hozir Amerikada ham, Xitoyda ham shu secondary education uchun AI teacherlar kerak bo'lyapti. Ya'ni shunaqa fan joriy etildi. Kanadada ham bu joriy etiladimi? Yaxshi savol. Uchinchi savolim, O'zbekistondan turib AI teacher bo'lib ketish imkoniyati qanchalik? Job offer olib. Hozir meni vaziyatimda 1,5 yillik hozir AI sohasida tajriba. Hozir AI sohasi juda yangi bo'lgani uchun hech qanaqa fikrim yo'q, to'g'risi. Lekin siz AI o'qitilyaptimi degan savolingizga hozir masalan qanday o'qitilyapti? Yosh bolalarga, masalan, meni o'g'lim 7 yosh, qizim 14 yosh. Ularga AIdan foydalaning deb ataylab aytishmayapti, lekin aytayaptiki, boringlar o'zlaringni kontentlaringni yaratinglar. Masalan, intervyu qilinglar, borib keyin uni montaj qilinglar. Mana shunaqa digital skillslarni o'rgatishyapti allaqachon maktabda. Va ularda aynan AI teacherlar, AI kasbi kiritildi-da. Kiritildi-yu, lekin hali unchalik nima avjiga chiqqan yo'q u soha. Keyin ikkinchi narsa, teachermi baribir ham pedagogda. O'shalarga umumiy kategoriyadan olinyapti immigratsiya programmalariga, chunki baribir ham AI yangi narsa, hali hattoki endi yuridik fakultetlarga kiritilyapti. Masalan, meni o'qigan yuridik fakultetimda AI nimasi boshlandi. Yangi bir kursi boshladi. Bu yozgi kurs sifatida boshladi. Akademik kurs sifatida emas, yozgi kurs sifatida endi boshlanyapti. Buni endi ikkinchi tomoni, hozir shunchalik ko'p AI kurslar borki, alohida universitetlar ularga bir nima qilib spetsialistni, mutaxassisni ajratib, unga bir budjet ajratishga ehtiyoj qolmadi. Chunki AI ni bugun o'rgatasiz, 6 oydan keyin umuman boshqachasi chiqadi. Masalan, yaqinda nima chiqdi? Omni chiqdi, to'g'rimi? ChatGPT ni Omni degan algoritm nimasi chiqdi. Borgan juda tez, lekin fundamental narsalarni yosh bolalarga kontent sifatida o'rgatishyapti. Kontent chiqarish yo'li bilan AI ni sekin-sekin o'rgatishyapti. Biz o'zimiz, mana shaxsan o'zimni shaxsiy tajribamda aytay. Men hozir ishxonamda 6 ta ishchim bor. Har biriga har hafta majburan KPI qo'yganmiz. AI haqida nimani o'rganding? Bu bir. Ishxonalar o'sha shunga o'tgan. Masalan, biz kichkina bir jamoamiz, lekin baribir ham men AI ga katta kurslarni sotib olib, ishchilarimga bepul mana shuni o'rganasan deb qo'yapman. Agar o'rganmasang poyezddan qolib ketasan degan ma'noda. Ikkinchi, o'zimning shaxsiy tajribamda farzandlarimga majburlayapman. Kompyuterda o'tirasan-ku baribir ham, lekin AI ga tegishli narsalarni qilgin. Multik yozgin, bilmadim, bir boshqa narsalarni qilgin degan tajriba qilyapmiz. Ko'p ota-onalar shunga o'tgan. Sizning 3-chi savolingiz,
buni shansi qancha desangiz, aynan RCIP, ya'ni Rural Communities Immigration Program bo'yicha hali hech qanaqa ma'lumot yo'q. Bilamizki 5000 ga yaqin insonni oladi ingliz tilida, ya 5000 ta fransuz tilidagilarda oladi, 10000 ta oladi. O'tish shansi aniq emas, bilmayman. Tashqaridan o'tish shansini bilmayman. Ichkarida lekin bu programmani kutib turgan nomzodlar juda ko'p. Ya'ni bu xalqaro talabalar, diplomini olgan xalqaro talabalar, o'sha hududlarda o'qigan talabalar, Torontoda o'qigan talabalar hammasi o'sha qishloq hududlariga yopirilib ketmoqda degan nimani eshityapmiz. O'sha yerga borib ishlayman, mayli oddiy ishda bo'lsa ham PR-imda olay degan maqsadda. Tashqaridan hali vaqt ko'rsatadi Dilraboxon, lekin umidsiz bo'lmang. Hamma hujjatlaringizni tayyorlab nima qilib qo'ying, ya'ni tayyorlab qo'ying va AI dan foydalangan holda bir necha cover letterlarni, bir necha rezyumelarni o'sha ishxonaga moslab tezda topshirib yuborishga harakat qiling. Iltimos bitta narsani o'rganib olinglar, Kanada usulida rezyume tayyorlashingiz kerak. O'zbekiston usulidagi rezyume deyarli hech qachon qabul qilinmagan bu yerda. O'shani amalga oshiring. Xo'p, rahmat. Maylimi? Kasblar ruralda e'lon qilinadi, o'sha sahifalarida o'zlari. Ruralda e'lon qilinadi va meni bitta taxminim bor, oxirgi gapim bu, masalan North Bay e'lon qildi-ku kasblar ro'yxatini. Deyarli shunaqa kasblar ham boshqa hududlarda ham e'lon qilinadi. Chunki ularda ahvoli, o'sha hududlarning ahvoli deyarli bir xil. Tushunyapsizmi? O'sha yerga o'qituvchi kerak, o'sha yerga deylik tibbiyot xodimi kerak va hokazo va hokazo. O'sha sizga bir shablon bo'lishi mumkin. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, xo'p. Keyin yana bitta inson qo'l ko'tarildi. Mana Yodgorbek kim qo'l ko'tardi? Yodgorbekka so'z berishdan oldin boshqalarga ham so'z beraylik. Yomg'ir juda kuchayib ketdi-ku, ha? Yodgorbek, keling sizni AI masalada fikringizni bilaylik shu yerda. Marhamat Yodgorbek. Assalomu alaykum. Kim yangi qo'shilgan bo'lsa, qo'lingizni ko'tarsangiz nima beramiz? Marhamat Yodgorbek, fikringiz bor edi. Dilrabo Xidiyevaga meni maslahatim content yozsin, content qiling, content Mediumda, LinkedInda content qiling. Sababi bu narsa sizni oshiradi-da, sizni contentingizni oshiradi, user base'ingizni yaxshi qilib oladigan bo'lsangiz, mana rahmat Sobir aka hozir yozadigan bo'lsa YouTube'da to'p-tap chiqib beradi advokatlar ro'yxatida migration bo'yicha. Siz ham shunaqa qilib qilsangiz, u yoqqa borgunicha qilish shart emas, O'zbekistondan turib qiling sizga. Keyin Pythonchi bo'ladigan bo'lsangiz, Pythonga bog'liq hozir hammasi. Pythonda algoritm data structuredan qanaqadir Python 30 days kurs deb birinchi basiclarni yozing, ikkinchi kuni boshqasini yozing, shunaqa qilib content qilib chiqaring sekin-sekin. O'shandan keyin maslahat. Sizga tekin maslahat. Meni boshqa gapim yo'q, rahmat. Yaxshi nima qilinglar. Salomat bo'linglar, salomat bo'ling. Mana ajoyib taklif bo'ldi va maslahat bo'ldi Dilraboxon va boshqalarga. Haqiqatan ham hozir juda ko'p AI tools chiqqan, ya'ni AI nimalar, softwarelar, hattoki siz bitta mavzu bersangiz 20 ta maqola yozib beradi o'sha mavzuga tegishli 20 ta eng og'riqli maqolalarni yozib beradi. Uni keyin taxminan 20 haftaga bo'lib, har hafta bitta maqola chop qilsangiz bo'ladi. Albatta u maqolani siz o'zingizning stilingizga moslashingiz kerak, lekin AI uni sizga juda tez yozib beryapti. Maqolalarni ham, nimalarni ham yozib berishyapti. Shunga harakat qilasiz. Keling, Ahrorbek Ahmedovdan tinglaymiz. Marhamat Ahrorbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Xudoga shukr, rahmat. O'zingiz qandaysiz? Zo'r aka, Allohga shukr. Mening savolim shunaqa edi aka, hozir men universitetni bitirganman-da. Aha. Hozir 25 yoshdaman. O'zim soham bo'yicha ishlamayapman hozir O'zbekistonda, logistika sohasi bo'yicha ishlayapman. Nasib xudo olsa shu kelayotgan yil oilaviy anaqaga topshirmoqchiman-da Kanadaga. Permanent residensiya. Aha. O'shanga men bu o'zim sohamda ishlamayotganim bal beriladi-ku, o'shanga ta'sir qiladimi yoki hech qanaqa? Yo'q, sohaga emas, yil tajribangiz qaysi sohada bo'lsa o'sha hisoblanaveradi. Diplomingizga mos soha bo'lish shart emas. Keyin o'sha siz aytayotgan kasbni, masalan, dispetcherlik deylik,
o'shani borib job bankda butun requirementlarini, NOC kodlarini o'rganib oling, chunki NOC degani National Occupation Classification degani. O'shanda kodlari bo'ladi. O'sha kodlarga qarab ish o'rinlari ochiladi. Masalan, hozir Dilraboxon aytgan North Bay Immigration shaharchasiga immigratsiya qilish dasturida ham NOC kodlariga qarab kasblarni klassifikatsiyasi bor. Siz borib o'zingizni NOC kodingizni topasiz va bunday qaraysiz. O'sha NOC kodni ostida asosiy funksiyalarni siz hozir bajaryapsizmi yoki haligi nima lavozimingizni oti boshqachada, lekin boshqa nimalarni qilyapsizmi? Shuni NOC kodidagi haligi ta'riflaridan bilib olsangiz bo'ladi. Hozir fransuz tilini o'rganyapman. Yaxshi bo'ladi dedingiz. Ha, yaxshi bo'ladi. Bundan keyin fransuz tili juda nima tarozini pallasiga qo'ysangiz fransuz tili og'ir bosadi. Shuni ingliz tiliniki bilaman, xudoga shukr. O'zimga yarasha 6,5 oyligim bor. Sekin ko'tarib degan. Juda yaxshi. Omad tilayman Ahrorbek. Rahmat kattakon aka. Salomat bo'lsin. Xo'p. Keyingi tinglovchimiz Malefika degan tinglovchi. Marhamat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Ko'rganimda xursandman. Rahmat, salomat bo'ling. Doim kuzatib boraman. Qolib ketdim, hozir uyga kirib olayda. Ha. Meni savolim shuki, sayohat viza bilan istoriya bo'lmasa ham viza chiqish ehtimoli qanaqa so'ramoqchi edim, oilaviy bolalar bilan ketishga. Hozir juda past. Agar siz sayohat qilmagan bo'lsangiz, lekin sayohat qilish faktori bu bitta omillardan birida. Bu nima emas. Asosiy 4 ta omildan biri hisoblanadi. Hozir uzr. Mana yoqib olay. Masalan, sizda 4 ta omil nima degani? Moliyaviy, sayohat tarixi, qonunni buzmaganligingiz va davlatingizga bog'liqlik 4 ta omil. Agar bittasi kuchsiz bo'lsa, deylik sizda hozir sayohat tarixi kuchsiz, qolgan omillar shunaqangi kuchli bo'lishi kerakki, sizni o'sha taroziga qo'yganda 3 ta faktor bilan ham og'ir bosish kerak tarozi. Endi siz butun oila bilan harakat qilsangiz, bu katta shubha uyg'otadi. Aytadiki, bu inson Kanadaga borsa, qaytib kelish ehtimoli ancha past deydi. Chunki butun oilasi ketyapti, ya'ni davlatidagi, vatanidagi bog'liqlik kamayib boryapti. O'shaning uchun o'shanga e'tibor bergan holda qadamma-qadam qo'ysalaringiz yaxshi. Masalan, siz yoki turmush o'rtog'ingiz bir marta borib kelsin Kanadaga. Keyin yana bir nima qilay, o'shanga shoshilmasdan harakat qilish zamoni hozir aslida. Chunki juda ko'p atkazlar protsenti hozir 50% deyapti. Umumiy nima atkazlar hamma kategoriya bo'yicha qo'pol qilib aytganda 50% ga ko'tarilgan atkazlar. Nima uchun? Ko'p sabablar bor. Buni bizni advokatlar juda yomon ko'rgan sabablardan biri bu hozir immigratsiya departamenti sun'iy intellekt ishlatyapti. Ko'p narsada sun'iy intellekt xato ham qilyapti-da. Lekin bitta yomon tomoni bor buning. Bularning yomon tomoni nima? Immigratsiya bu bir haq bo'lmaganligi uchun bu discretion, ingliz tilida bu imtiyoz, ya'ni erkinligi bor. Immigratsiya huquqiy tomondan aytsak, barchaga 100% atkaz berish huquqi bor. Xohlasa beradi va aytadiki, men senga atkaz berdim. Xohlasang borib sudda buni nimasini haligi haqlaringni himoya qil deb qo'yadi-da. Ana shu mana shu uchun hozir sun'iy intellekt xato qilsa ham biz advokatlar sifatida faqatgina o'sha nimani sudga olib borib, uni ovora qilib, klientni bir 10 ming, 15 ming dollar kuyadi, 1 yil kutadi, sudda haq bo'lib chiqsa ham, sud aytadiki, bo'pti deydi. Buni mana bu elchixona emas, boshqa elchixona ko'rib chiqsin deydi. Yana o'sha krugga qaytib kelamiz-da. Mana shunaqa bir yomon hodisalar bo'lyapti. Afsuski, nima uchun suhbatimiz boshida agar eshitgan bo'lsangiz, davlatning siyosati hozir aholining 7,5% ni tashkil qilgan vaqtincha keluvchilar, bu turistlar, bu talabalar, ishchilarni 7,5% dan 5% ga tushirmoqchi. Bu 2,5% taxminan 500 ming kishi deganida. Mana shuni sonini qisqartirmoqchi. Chunki Kanadaning aholisi 23-yilda 3 millionga ko'payib ketdi-da. Bu juda tez ko'payish. Bu Ikkinchi jahon urushidan ham keyin bunchalik ko'paymaganda Kanada.
Shuning uchun og'ir tushdi Kanadaga. Bolnitsalarda joy qolmadi. Qariyalarga ko'p nima bo'lib ketdi va ishsizlik oshib ketdi. Hozir 7,5% ga chiqib ketdi ishsizlik. Mana shu jihatdan siz ko'proq qadamma-qadam harakat qilishni tavsiya qilaman. Oldin o'zingiz borib keling yoki turmush o'rtog'ingiz borib kelsin. Ana undan keyin oila bir daveriyaga kiradi, bir ishonchga kiradi. Ha, bular borsa qaytib keladi. Bular hali qolib ketadigan kategoriyadan emas deb keyin bir yaxshiroq natija olgan bo'lar deysiz. Ofitsialniy grant viza sentrlari borda, o'shani nima qilib beradigan. Shularga ishonch qanaqa, necha foiz deb bilasiz? Buni bankli karta hammasini qilib berar ekan. Juda xavfli deb bilaman, chunki ko'p mana borib so'rang. O'sha grantni men o'zi norasmiy agentlar deymiz biz ularni, huquqiy tilda. Norasmiy agentdan foydalanish Kanada immigratsiya qonunlarini buzish hisoblanadi. Chunki Kanada immigratsiya qonunlarining Kanada arizasida so'raydi. Sizga bironta yordam berdimi bu arizani nima qilgani, to'ldirgani deganingizda siz yo'q desangiz, bu yolg'on bo'ladi. Va mana bitta viza markazini nimasi bilan suhbatlashganimda Rahmat aka biz Kanada ishini to'xtatdik dedi. Nimaga desam, bizga bir kunda 200 ta odamga отказ keldi deyapti-da. Chunki ular masalan men O'zbekistondan viza agentligi orqali topshirsam, men aytamanki, yo'q, hech kim menga yordam bermadi deyman-ku, to'g'rimi? Bu yolg'on bo'ladi. Ana shu yolg'onni o'ziyoq sizga ham отказ, ham 5 yillik zapret beradi-da. Mana o'sha agentstvalardan borib so'rang. Oxirgi 6 oyda qanchasiga oldilaringiz ko'rsating menga. Va umuman откazlar soni juda ko'payib ketgan. Mana o'tgan hafta advokatlar orasida bir bahs bo'ldi. Bahs nimadan iborat? Aytayaptiki, atkazni sababini aytayaptiki, biz sizni o'zingiz bu arizani to'ldirganingizdan shubha qilyapmiz. Chunki siz davlat to'lovini to'layotganingizda siz foydalangan kreditni kartochkadan yana bir 250 ta odam foydalanganda, bu demakki o'sha viza agentligini kreditni kartochkasidan foydalanyapti. Va o'sha viza agentligini IP adresi, bu internetdagi IP adresini ham sun'iy intellekt ko'ryapti-da. Aytayaptiki, bu insonga aniq bir viza agentligi yordam bergan, lekin bu haqida bayonot bermayapti. Demak, noto'g'ri misrepresentation deydi. Buni noto'g'ri ma'lumot beryapti bizga. Biz unga отказ beramiz, biz unga 5 yillik zapret qo'yamiz degan xatlar juda ko'p kelyapti. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Bu narsa juda jiddiylashdi. Oldin bu o'tar edi, hozir o'tmaydi. Ayniqsa soxta hujjatlar yoki yasama hujjatlar bilan o'tmaydi. Deyarli o'tmaydigan bo'lib qolgan. Ehtiyot bo'lasizlar. Tushundim. Rahmat sizga. Ishlaringizga omad, umringiz uzoq bo'lsin. Xalq xizmatida charchamang. Rahmat. Rahmat. Akmaljon anchadan beri qo'l ko'tarib turibdilar. Akmaljon, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? Men ham sizni anchadan beri kuzataman. Salomat bo'ling. Men ham chet tillar institutini tugatganman, o'qituvchi bo'lib ishlayman. Bu Kanadaga ketishni osonroq yo'li yo'qmi? Bu hozir hammalaringiz gaplashyapsiz, qiyin juda. Men to'g'risi Akmaljon hech qachon immigratsiya yoki viza masalasida oson degan kalimani umuman ishlatmayman-da. Chunki bilaman oson emasligini. Mana hozir gapirib turibmiz yarim soatdan beri. Bironta oson yo'lini ko'rdingizmi? Yo'q, to'g'rimi? Ya'ni bu narsa Akmaljon ochiqni aytish kerak. Qiyin, lekin uddalasa bo'ladimi? Ha, uddalashyapti odamlar. Buni masalan yiliga hozirgi hukumat aytayaptiki, 385 mingta doimiy yashovchi qabul qilaman deyapti. Bu hozirgi hukumat. Endi buni green kartaga taqmoqchimiz. Green karta yiliga 55 mingta, butun dunyoga 55 mingta joy ajratadi. Endi o'ylasangiz, green karta osonmi? Endi oson so'zini ishlatishga majburman. Osonmi yoki mana bu 385 mingning ichiga kirish osonmi? Mana shuni o'zingiz xulosa qilasizda. Bo'ldi, tushundim. O'shaning uchun o'qituvchilarga hozir Rural Communities Immigration Programda, mana hozir suhbatimiz boshida nima bir ayol kishi so'radilar. Eshitdim uni. O'shanga harakat qilsangiz
o'qituvchilarni federal programma orqali olishmayapti, lekin rural programma orqali olishga niyatlari bor. Aha, bo'ldi, tushundim aka, rahmat sizga. Mayli, salomat bo'ling, kam bo'lmang. Xo'p. Keyingi nimamiz qo'l ko'taribdilar Nodirbek Niyozov. Yana bir nechta insonga mikrofonni beramiz, keyin xayrlashamiz aziz do'stlar. Nodirbek Niyozov, marhamat. Assalomu alaykum Rahmatjon aka, hormatli charchamayapsizlarmi? Yaxshimisiz? Aka, oldingi efirlaringizda sizga aytgandim, bilasiz, esingizda yo'q albatta. Men Kanada vizasini olganman, turistik vizasi. Juda yaxshi. O'tgan yili borib keldim. Ma'lum sabablarga ko'ra borib kelmadim. Toronto aeroportidan qaytarishdi. Lekin deport yo'q, cancel viza yo'q. Yaxshi. Keyin CBA ga xat yozdim, Canada Border Agency'ga. CBSA, javob yozishdi. Keyin telefon raqamimni so'rashdi. Qo'ng'iroq qilishdi primoy. Gaplashdim, shunaqa borib keldim, shunaqa vaziyat bo'lganda dedi. Ba'zan turibdi, shunaqa bo'lgan ekan dedi. So'radim undan, deport qilindimmi? Yo'q. Cancel viza bormi dedim, yo'q deyishdi. Yana borsam bo'ladimi? Albatta, bemalol kelishim mumkin, muammo yo'q. To'g'ri. Menda sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolim, mana shu turistik vizam bo'lsa ham hozir O'zbekistondan turib, Atlantic Immigration Program federal programmalarga, PMG ga viza qilsam bo'ladimi, yo'qmi? Bo'laveradi. Bir necha programmaga alohida arizalar topshirsa bo'ladi. Faqatgina bitta programma bor, hamma narsani bekor qiladigan, bu qochoqlik programmasi. U qochoqlik programmasini Kanada hududidan topshirganingizda boshqa programmalarga eshiklar yopiladi. Unga topshirmagan inson har doim bir necha eshiklarni qoqib chiqsa bo'ladi-da. Bu Atlantic Immigration Program bu doimiy yashovchilik programmasi. Unga topshirsangiz bo'ladi, Nodirbek. Topshirganingizdan keyin hali javobi chiqmasdan oldin Kanadaga bitta aylanib kelaman desangiz, Kanadaga kiratganingizda o'shani bayon qilishingiz kerak. Ya'ni, men turist bo'lib kelyapman, lekin AIP ga ham topshirib qo'yganman. Ikkita niyatim bor. Buni ingliz tilida dual intent deydi. Ikkita niyat. Ikkita intent bo'lishi bu noqonuniy emas. Faqat uni bayon qilishingiz kerak va har bir viza turiga qarab siz kerakli qoniqarli javobni berishingiz kerak. Masalan, CBSA aytsaki, turist bo'lib kelyapsiz ekan, lekin anetda AIP suribdi. Nima niyatda kelyapsiz desa, mana meni qaytish biletim, mana meni otellarim, men mana shu do'stlarimni yoki manetlarni sayohat qilib orqaga qaytaman. AIP arizam ham ko'rilmoqda deb bayon qilib, bemalol xolisona kirib chiqsangiz bo'ladi. Unda muammo yo'q. Juda yaxshi. AIPdan o'tmasangiz ham bu turistik vizangiz bekor bo'lishiga sabab bo'lmaydi. To'g'ri, rahmat aka. Yana bitta savolim bor, oxirgi savol. Shu Kanadada ko'pchilik universitet uchun qiziqib borishadi. Kollejlar ham bormi maktab o'quvchilariga? Qanaqadir bir kollej jutsa, maktab yoshidagi farzandlarga demoqchimisiz? Xuddi shunaqa, to'ppa-to'p 7-sinf bolalarimiz uchun. Bor. Bizda meni o'zim shaxsan ikkita nima bilan boshqa bir tashkilotim orqali ikkita juda elitni, yaxshi xususiy maktab bilan shartnomamiz bor. Agar farzandlaringizni xarajatlarini qoplayman, mayli aqlli zo'r joyda, gimnaziya usulida, yotoqxonasi, oziq-ovqati bilan o'qitaman desangiz, biz unga yordam beramiz. Bunda qanaqa shartlar qanday bo'ladi? Faqat bolaga viza beriladimi, ota-onaga ham beriladimi? Bolaga beriladi, lekin bolani asosida ota-ona ham turistik viza bilan xabar olgani kelib ketadi. Juda yaxshi ekan. Bu ma'lumotni sizni saytdan nimadan tashlab qo'yaman, linklarni tashlab qo'yaman suhbatimizdan keyin. Xo'p bo'ladi akajon, rahmat kattakon. Ikkita yaxshi maktabimiz bor. Birinchisi bu 1984-yillar tashkil topgan juda yaxshi maktab. Nima deydi? Haligi litsey usulida yotoqxonalik maktab. Xalqaro talabalarni butun dunyodan qabul qiladi. Bu nimada joylashgan? Hamiltonda. Ikkinchisi Peterboro degan shahar, bu yerdan 1,5 soat, o'rmonni ichida juda elitni maktab hisoblanadi. 1784-yilmi shunaqa tashkil topgan. U yerda o'qigan insonlarning bitta misoli, hozirgi Ispaniya qiroli o'sha maktabda o'qigan. Kattakon rahmat ma'lumot uchun. Juda elitni maktab, bolalaringizni ham sport, ham tarbiyasi, ham kelajagi uchun juda katta investitsiya, to'g'ri, qimmat joylar, lekin arziydimi? Arziydi.
O'shani men tashlab qo'yaman. Nima? Rahmat, Rahmatjon aka, sog' bo'ling, yaxshi ishlang. Salomat bo'ling Nodirbek, ishlarga omad. Rahmat. Keyin Suhrob Ochilov, marhamat Suhrobjon. Bu oxirgi savolimiz bo'ladi. Uzr so'rayman, ketishim kerak. Marhamat Suhrobjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmatjon aka, qalaysiz? O'zingiz yaxshimi? Rahmat. Va tanidingizmi yo'qmi Suhrob Ochilovni? Suhrob Ochilov tanidim. Marhamat Suhrobjon. Aka, Sharsabzdanman, Sharsabzdan. Ha, tanidim. Marhamat. Savolingiz Hozir ana maktab deganingizga 12-sinfdan shu menga 14 yoshdan o'zida Suhrobjon 14 yoshdan realni bo'ladi. Undan yoshi ham bor, lekin yosh bolalar salgina psixologik qiynaladi-da ota-onadan uzoq. 14 yoshdan o'sha bordi 18 yoshgacha, ya'ni bu yerda 12 sinf bor. 12 sinf 14 yoshda bu taxminan bu 8-sinf bo'ladi, 7-8-sinf bo'ladi. Yana 5 yil o'qish imkoni bor 12-sinfgacha va bu yerda eng muhim narsa shuki, mana shu 10, 11, 12-sinfda o'qigan talabalarga mana shu maktablarda to'g'ridan-to'g'ri Kanadaning eng top universitetlariga kirish imkoni bo'ladi. Imtihonsiz. Agar o'sha maktablarni bitira olsa, to'g'ridan-to'g'ri universitetga kiritiladi ular. 1 yillik xarajati necha pulga tushadi uni o'qishini? Bittasini mana Hamiltondagisi taxminan 1 yillik xarajati 60 ming Kanada dollari bo'ladi. Yotoqxona, 3 mahal ovqat va o'qish, kitob hammalari formasi bo'ladi, uniformalari bilan. Bu 60 ming Kanada dollari. Ana bu Peterboroughda deganim qimmatrog'i, hali elitni maktab, aytki kam odam oladi, juda kam odam oladi. Ularda bizda taxminan 10 tacha joyimiz bor. O'sha yerda aytganki, mayli seni klientlaringdan 10 tacha joy kelsa biz berishimiz mumkin degan. Ularda taxminan 80 ming dollarga boradi yillik rasxodi. Kanada dollarida aytyapman. Ular endi nima desam, juda qattiq tanlov ostida oladi-da va men ko'p odamlardan so'radim, mana biz biznesmen klientlarimiz Kanadaga ko'chib kelgandan keyin o'zini mamlakatida o'sha biznesmen klientlarimizning farzandlari juda yuqori top maktablarda o'qiganda, Kanadada ham shunaqa usulda maktab bormi deganda men o'shalarni tavsiya qilaman. Chunki standarti bir xil deyarli. Har bir xususiy masalan Hindistondagi xususiy maktabni nimasi juda baland bo'ladi. O'qishi, qattiq qo'lligi, disiplinasi. Bu yerda ham shunaqa joyda bolam o'qisin desa, men mana shu maktablarni tavsiya qilaman. Shu tomondan bilaman. O'zim ham shaxsan borganman va u haqida videolarimni hozir tashlab qo'yaman kanalimga suhbatdan keyin. Bo'ldi, yaxshi bo'lardi aka. Endi hali meni farzandim yosh, 1-sinf tugatdi. Endi bu zaminda endi bu o'shanga tayyorgarlik ko'ramiz-da, agar deymanda. To'g'ri. Bu yana matematikasini, ya'ni hisob kitobini hisoblaganingizda, agar bolangiz deylik 10, 11, 12-sinfda Kanadada o'qisa va universitetga kirsa, grant ostida juda yaxshigina grant oladi u bolalar. Chunki bolangizni o'zi kuchayib ketadi-da, bir necha joydan grant oladi. O'sha qilgan 3 yillik xarajatingizni grantlardan chiqarib oladi bolangiz. Ya'ni qopli ekan. Da, bekorga chiqib ketmaydi. To'g'ri, boshlang'ichda buni to'lash og'irroq, hamma oila ham to'la olmaydi, lekin uzoqroq maqsadda 5-10 yilda hisoblasangiz, bolangiz o'sha narsani oqlab beradi. U bola o'qigandan keyin katta oyliklik ishchi bo'ladi. Dunyoda o'zini sinfdoshlari katta prezidentlarni, nimalarda do'stlari bo'ladi. Haligi qaytib keladi-da u pul. Men borib ko'rganimda, masalan, Saudiyani katta oilalarning bolalari ham o'sha yerda o'qiyapti-da. Ya'ni bolasini qiynash uchun jo'natib qo'ygan o'zi aslida. Chunki Saudiyada ular qirolda yashaydi, lekin Kanadaga jo'natadiki, bor tarbiyangni o'sha yerda olgin, salgina qiynalgin, sal ochlik ko'rgin, sal qiyinchilik ko'rgin deb jo'natishadi bolalarni. Mana shunaqa bir yaxshi joy. Bu ham biznesga kelajakka pul tikish ekanda, o'zi. Bu bir investitsiya, Suhrobjon. Investitsiya, to'g'ri investitsiya. Masalan, 3 yilga 85 mingdan, mayli 80 mingdan hisoblasangiz, mana 240 ming ketadimi taxminan? O'shani qarasangiz, masalan 200-250 ming ketar ekan. Uni farzandlar yaxshi joyda ishlagandan keyin oyligi taxminan 250 dan boshlanadi-da. Ya'ni u oqlaydi o'sha narsani. Oqlagan. Rahmatjon aka, savolim mana bu saylovdan keyin bir
harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi degdingiz. Men уже sayohat vizaga topshirsam bo'ladimi? Yaqinda Fransiyaga ham topshirdim. 29-aprel kuni 1 yillik multivizaga topshirdim. Men hali ответi chiqqanim, chunki ko'rib chiqish muddati sal uzoqroq ekan, odam ko'pligi hisobiga. Shunday. Hozir bo'lmasa o'sha Fransiyani chiqsinda va albatta borib kelingda Fransiyaga. Kirdi chiqdi bo'lsin, keyin topshirishga tavsiya beraman. Hozir yangi hukumat keldi. Hozir faqat gaplari aytayaptiki, biz qisqartiramiz deyapti. Lekin yanagi yil jahon chempionati bo'ladi Kanadada 26-yil. Turistlarni qisqartiraman deyish bu mantiqsizda. Jahon chempionati bo'lyapti, turistlar ko'proq kelish kerak Kanadaga. Shuning uchun salgina shu yilni yarmi o'tsin, keyin siz topshirsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Balki FIFAning veb-saytida yozdirib qo'ysangiz o'zingizni, balki bironta o'yinlarga ham bilet ola olsangiz, o'sha biletingiz ham bahona bo'lishi mumkin. Futbolni ko'raman, aylanaman, u bu deb Yo, обязательно olamiz, unga bilet olmasak bu gunohkor bo'lamiz. FIFAning veb-saytidan sotiladi, o'sha yerga kiritib qo'ying o'zingizni. Hozirdan kiritib qo'ysam bo'ladimi? Kiritib qo'ysangiz bo'ladi, keyin ular qaniydir nima bir lotereya usulida sotishni boshlaydi. Hammaga ham sotmaydi-da. Shuni kiritib qo'yish kerak. Bo'ldi. Yo, lekin nimada borib keldim? Mana yanvarda Shotlandiya, Janubiy Irlandiya, mana UK ga, keyin Yaponiyaga borib keling. Istoriyamni yaxshilayapman, endi prosta shuni Klorin va siz bankovskiy счет haqida ham gapiruvdik, o'shaning tarixini ham unutmang. Bank hisobidagi kirdi chiqdi pullarni ham nima qilishingiz kerak. Yo, o'zi ofitsialniy tadbirkorman, chunki bankdan pul aylanmasa ham o'zi ishimiz shunaqa, unaqa sun'iy qilib qalbak qila olmaymiz-da baribir. Juda yaxshi. Ana shunisi eng to'g'risi o'sha. Chunki har kim savdo bor, kirim chiqim bor, iloji yo'q u narsa. Ajoyib. Suhrobjon, boshqalarga bitta so'z beramizmi bo'lmasa? Bo'ldi, rahmat aka, rahmat. Xo'p, salom. Aziz do'stlar, boshqa qo'l ko'targan yo'q ekan. Katta rahmat ishtirokingiz uchun. Mana oxirgi Storm Shadow'dan bitta eshitamiz, keyin xayrlashamiz. Storm Shadow, marhamat. Storm Shadow degan username'dagi akamiz, marhamat. Rahmat aka, assalomu alaykum. Sizmisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Men ismim Quvonchbek, bir siz bilan Navoiyda ham ko'rishgan edik. Ha. Quvonchbek, yaxshimisiz? Alhamdulillah, yaxshi, rahmat. Hozir men UK daman, shu magistrimni bitirdim. Men vizaga topshirgan edim, LMI Backed shu job offerlar olgan edim. Ironically отказ oldim. Sababi? Sabab bilmayman, fonda ana yo'q degan. Keraklicha fonda yo'q degan, men kvalifikatsiya yo'q deganmi? Keraklicha puling yo'q degan, boshqa hech narsani aytmadim. G'alati bo'ldim. Qiziq-ku, pul ishlik, oyliklik ish taklifi bo'lsa, pulni nimasi, omillari kamroq bo'lish kerak. Yana siz faylingni oldingizmi? Davlatdan faylni oldingizmi? Endi ko'z berdim, bir oylarda chiqar ekan, shuni kutib turdim. Eng qizig'i shu Albertada, Edmontonda edi ish, soatiga 29,5 funtdan, kanadskiy dollarda. Kanadskiy dollarda. Shu endi sal o'zimga ham g'alati bo'ldi. Bu yoqda UKda hech qanday qonunbuzarlik bo'lmagan. Kasbni turi sizni backgroundingizga to'g'ri kelarmidi? Kasb turi 100% emas. Men endi O'zbekistonda biroz ishladim, keyin bu O'zbekistonda maktabda, keyin Maldivda biroz hospitalityda ishlagan edim. UKda project management bo'yicha o'qib, men construction sohasida UKda ishim. Construction sohasida edi u ishim. Balki mana shu background shuni ham o'ylagandim. Shunisi ham salgina hozir nima, keyin siz topshirayotgan hududda, masalan deylik bitta Toronto hududi deylik yoki Albertaning Calgary hududida ishsizlik darajasi 6% dan oshib ketgan bo'lsa, LMIAlarga ham отказ berishni boshlashgan. O'sha hududdagi sizni legal submissioningizda, ya'ni arizangizda shuni isbotlashingiz kerakki, hozirgi moment Calgary atrofida yoki siz ishlamoqchi bo'lgan atrofda nima ishsizlik darajasi 6% dan kam. Shuning uchun ularda 6% dan ko'p bo'lsa refuse policy boshlanadi. Tushunyapsizmi? 6%, Edmontonda 8% edi. Men shularni ham ana shu ham bo'lishi mumkin. Ya'ni sizga bog'liq bo'lmagan sabablari ham bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi?
Haligi umumiy kartina boshqacha bo'lishi mumkin. Siz zo'r, sizni kandidaturangiz zo'r va hokazo. Lekin bozordagi reallik boshqacha bo'lishi mumkin. O'shaning uchun haligi tashkilotni o'tmishi ham juda muhim. Oldinlari ham LMIA bilan olib kelganmi odamlar, reputatsiyasi qanday davlat ko'zida, bular haligi trusted employee statusi bo'lganlar bor, bo'lmaganlar bor, yangilar bor, eskilar bor. O'shalarni qarab, tim boley hozirgi ishsizlik baland bo'lgan paytda biroz qiyinroq. Sal sabr qilib qaytadan bir nima qilasizda, yana faylingizni olishingiz kerak, bir ko'rishingiz kerak. Bo'ldi, shuni olmoqchiman. Endi yo'q, aslida men savolim boshqa narsa edi. Rural Communities Immigration Program ochilyapti-yu. Ochilyapti. Sizlarda Thunder Bayga yoki Norzokun akanga, Kolumbiyada o'sha yoqqa topshirmoqchiman. Men bitta narsani topa olmayapman. Job offer all deyishgan. Job offerni beruvchi employerlarni men qayerdan topa olaman? Veb-saytlariga kirib, veb-saytlariga kirsangiz, hali e'lon qilmayapti. Endi North Bay kechagina ro'yxatlarda e'lon qildi. Kasblar ro'yxatini e'lon qildi. NOC'lar. Keyin kasblar ro'yxati kimga qarab tuziladi? Ishga olmoqchi bo'lgan ishxonalarga tayanib tuziladi-da u ro'yxat. Endi ishxonalarni ham bir auditdan o'tkazib, qani sizlar o'zi ishchi olib kelsalaring, ishlata olasizlarmi, oyligini to'la olasizlarmi, xavfsizligini ta'minlay olasizlarmi deb ish beruvchilar o'zi ariza topshiradi-ki, ularni sekin-sekin programmaga kiritishadi ular. Ya'ni hali ochilganicha to'liq ochilgani yo'q. Bo'ldi. Ochilish arafasida, qarab turasizlar endi. Ochilganda veb-saytdan topshiraman, men job bankga. Veb-saytdan har bir ishxonaga bittalab topshirasiz va o'sha RCIP ostida harakat qilyapman deb ishxonani arizasida ham ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. U ishxonalar ham o'zi bu dasturga qatnashishda davlat tomonidan treningdan o'tadi-da. O'sha treningdan o'tish jarayoni bor. Bu chet elliklarda umuman ishlatmagan korxonalar bor-da, ular bilmaydi-da ko'p narsani. Sekin xudo xolasa yangi ma'lumotlar chiqaveradi. Endi saylov tugadi o'tgan hafta. Shuning uchun sabr qilib turamiz. Bo'ldi. Meni shunaqa volatilniy vaqtga to'g'ri kelib qoldim-da. Shunaqa juda Qazni yomon berishdi lekin. Kanadada rosa ishlar sekin bo'ladi. Bunga juda qattiq sabr kerak. Bo'ldi. Tushundim aka. Qarang endi xo'p bu yo'g'ana. Ko'ramiz endi omad kelsa, ketaveramizmi? Zo'r. Bo'ldi, rahmat ma'lumotlar. Mayli. Hammalaringizga katta rahmat ishtirok etganlarga. Bu yozilib qolindi va savol-javob qismi yozildi. Men videosi chiqishi bilan sizlarga tashlab qo'yaman, audiosini ham tashlab qo'yaman. Sizga foydali bo'lgan bo'lsa, boshqalarni ham bundan bahramand bo'lishiga ruxsat bering, boshqalarga ham tarqating. Kanalimizga qo'shiling, shunaqa tez suhbatlar qilib turamiz degan umiddaman. O'zingizga asrang, kuningiz va haftangiz ajoyib bo'lsin. Hammaga salom, rahmat.